Konkretno bu BMW hayotingiz uchun, har kuni yurish uchun juda ham ma'qul. Bu Mercedes esa agressivniy, sportivniy yurish uchun ishlab chiqarilgan. Bu BMW spokойный odamlar uchun надежный yurib beradi. Bu Mercedes esa опасный bo'lmasangiz ham sizdan опасный odamni yasab oladi. Qaysi biri ko'proq asabiz bilan pulingizni yeb qo'yadi? ML63 AMG 2012-yil yoki BMW X6 3 turbo dvigatel 2015-yil. Lekin ikkala avtomobilda o'ziga yarasha dizayni va xarakterlari bor. To'g'ri, bu BMW ancha ekonomichniy, ancha praktichniy bu Mercedes oldida. Lekin agar bu Mercedesda benzin rasxod va remont so'ramoqchi bo'lsanglar, bu avtomobil siz uchun emas, olmaganingiz ma'qul. BMW X6 2015-yil 90 ming kilometr yurgan 3 turbo dvigatel yoki Mercedes-Benz ML63 AMG 2012-yil 150 ming kilometr yurgan. Narxiga keladigan bo'lsa $46 ming, BMW'miz esa $39 ming 900.